birinchi boshlaganimizda o'zbekka necha yuz ming dollarlik molini sotardingiz, hozir necha million dollarlik sotyapsiz? Boshlanishiga endi 200 mingdan boshlaganmiz. 8 ta kompaniyanikin, 8 ta kompaniya. Hozircha o'sha 50 dan oshdi. 3 milliondan oshiq savdo qilyapmiz. 3 million dollarda, 3 tangada million. emas, aziz do'stlar. Boshqa birorta klubda bunaqa imkoniyat yo'q. Bitta o'zbekda bor. Mana shu Bekzod ukamga men kapilman. O'zbekka Qozog'istondagi rasmiy vakili. Mana shu okalarik, mana shu qadrdonlarimiz ham shu bola orqali Qozoq bozorini egallab, eng katta importyor optavekilarga olib chiqib berganlar, mollarni omanib uchirib yotishdi. Million to'da, million sudi. Mana endi aytib deyishdi, aytvordi. Bekzod qalayapti mana endi. Kelgan nima qilib yordam bera olasiz? Kelgan odamlarga. Mana Qozog'ga sotishmoqchi. Suvda yo'q, krizis. Bizda endi Qozog'istonda o'zimizga yarasha klientskiy bazamiz bor. Oqsoqlanib, qiynalib yurgan, masalan, производитель ishlab chiqaruvchilarga albatta mahsulotlarni Qozog'iston Respublikasiga eksportiga 100% javob beraman, mahsulotlarni o'tkazib beraman. Bo'ldi. Oziq-ovqat sohasi, tekstil, qurilish materiallari, xo'stovar, mebel, mana shu sohalar bo'yicha bemalol murojaat qilaveringlar. Bekzod ukam hamma katta gigantlarni shu 3 yil ichida tanib, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hammasi bilan aloqa o'rnatib olganlar. Kim kelsa, faqat через o'zbek. O'zbekda a'zo bo'ladi. Mana